ikkita kotej, 2 qavatli, 2,5 stuq, 2,5 stuq. Ikkovi bir xil azizlar. Ketik obzorni qilamiz. Xo'p, bismillah. Ikkita kotej, 2 qavatli plus podval, 100% podval azizlar. Mana bu yerdan chegara olinadi. Umumiy maydoni ikkita kotejning 5 sotuq azizlar. Mana bu hovlidagi hojatxona ham mavjud. Mana bu yerda hovlida hovliga G-obrazli o'tish joyi bor. Mana bu yerda bemalol shamolgoh. Ketdik, ichkariga kiramiz. Ikkita bir xil kotej. Xo'p, bismillah. Birinchi qavatimizga ikkita yashash xonasi bor va ichida sanuzel ham bor. Chiroyli lestnitsa ikkinchi qavatga va kattagina oshxona mavjud azizlar. Mana bu yerdan koridor va orqa hovliga chiqish eshigi ham mavjud azizlar. Ketdik, endi ikkinchi qavat chiqamiz va albatta mana shunaqa katta hol azizlar. Xo'p, ikkinchi qavatimiz, birinchi qavatdagi proyektimiz 3 ta yashash xonasi va katta chiroyli hol. Azizlar, pollari bajargan, devorlari bajargan, bitta uyni ko'ringlar, batareya, atapitini nimalari. Xo'p, cho'qli pol hollariga va sanuzel albatta. Ikkita kotej, podval ham mavjud, to'liq podval azizlar. Kotejimiz tayyor, yashasak bemalol bo'ladi, remontlari bor. 2,5 stuqdan 5 stuq. Bemalol ikkita do'stga, aka-ukalarga bemalol yashab bo'ladi. Mana bu yerdan chegara olinadi. Lokatsiyasi trikotaj, maxsus avtoxo'jalik, Jo'bor ko'chasi, har biri $110,000 dan azizlar. Telefon qilinglar, baraka qilinglar, baraka topinglar. Всех от души уважаю. Времен mulk.